Buni aniq bilishingiz kerak. Mashinalarni chap tarafiga nisbatan o'ng tarafi ko'proq uriladi. Nimaligini agar bilsangiz kommentariyaga yozib keting. Sherzod, rostdan shunaqami? O'ng taraf ko'proq uriladimi? Tomon ko'proq ketadi. Kia'ni zapchasi ko'p sotiladimi yoki-da Hyundai zapchasimi? Kia'niki ko'proq ketadi hozirgi kunda. Faralar qo'ygansan, qaysi modellarning faralari bor? V наличии. Kia K8 bor, Kia Seltos bor, Santa Fe, Palisade, Kia Stinger. Palisade ham bormi? Palisade yangi moddasiga, eski moddasiga ham наличиеda bor. Buvisi ham bor, yangisi ham bor bular. Xo'p, bizda ko'p sotilayotgan Stinger bor, Seltos bor. Ularga ham bormi hammasiga? Bor. Bizda hozir eng ko'p ketayotgani Kia Sportage bilan Seltoski ko'proq ketadi. To'g'risini eng ko'p sotiladigan zapchas kalotkami? Kalotka, okay. Yana nima zapchaslaring bor? Kuzovni, hadoy, motor, absolyutni hamma mashinaga olib kelib qo'ygan, okay, Hyundai bilan Kia'ga. Mana Hyundai bilan Kia ikkalasi bitta zavodligiga isbot. Ko'ryapsizmi? Hamma yo'q mana. Kia Hyundai deb yozilgan, Krylov наличие, eshik наличие, kapot, bagaj, kuzov detallari hammasi naqd holatda. Kia K5, Hyundai Santa Fe, Hyundai Sonata, Kia Carnival, Kia Sorento, Kia Seltos minadigan o'rtog'ingizni hammasiga yuboring, aniq foydasi tegadi. Okay, zo'r yengilligim bor. Sizning nomingizdan kelgan odamlarga Hyundai bilan Kia'ni yangi modelni 90% ga kalotkam bor. Sizning nomingizdan kelgan odamga 50 ming so'mdan qilib beraman, okay? 50 ming so'mdan Tikoga ham yo'q, ukamda ko'rsatib chiqaring. Mashina? Shu kalotka, okay? Buni sifatini mandan bilsa bo'ladi, okay? Doda kalotka. Bu yedirilishi yaxshi-da, короче. Shu kalotka, okay? Agar 50 mingdan beradigan bo'lsang, ukam, hech narsa qolmay qoladi. O'shaning uchun gapingni o'ylab gapir. Nima mashinalarga qachongacha 50 ming so'mdan berasan? Shu oy oxirigacha qilib beraman, okay? Sizning nomingizdan kelgan odamga beraman faqat. Kia K5 ga, Hyundai Sonata, Kia Sorento mashinasiga, Hyundai Santa Fe, Tucson 2020-yil, 2022-23-yil modellariga, Palisade bilan eski Santa Fe 2020-yillariga qilib beraman, okay? Qara, bitta odam kelib 10-15 ta olib ketsa ham bo'ladimi, bittadan berasan? Bitta odamga bitta faqat, okay? Kia, Hyundai minadigan o'rtoqlaringizga bu videoni обязательно yuboring. Foydali bo'ladi. Agar kalotkangiz ketmagan bo'lsa ham olib qo'yavering, aka. Baribir ketadi-yu kalotka. Baribir ketadi. Keyin Kassaprov ustida tanish o'rtoqlaringiz bo'lsa, mana shu videoni jo'natib qo'yavering, chunki sher birinchi qo'l o'zi Koreyadan olib keladi. Optim narxda hamma narsa, mana klipsa, milipsa, ashqal, mana shildik-bildiklarni topish anqovni urug'ida foyda istayadi. O'rtog'ingizga manfaatli bo'ladi.